Assalomu alaykum ajlar. Bizlar bugun navbatdagi bemorimiz yana o'sha kam uchirgan kasallik, axalaziya, ya'ni kardiospazm, xalq tilida qiltamoq deyiladi. Bemorimizdagi asosiy shikoyat bu ovqat yegan paytda ovqat tiqilishi va ovqatni deyarli o'tmasligi. Bemorimizda уже deyarli suyuqlik qiyin o'tadigan darajaga yetib kelganlar va bemorimizni tekshirdik. Bemorimizda aniqlandiki, kardiospazm 3-daraja, ya'ni axalaziya. Va bemorimizga laparoskopik usulda kardiomiyotomiya amaliyotini bajardik. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli amalga oshdi. Mana bugun operatsiyadan keyin 3-kun bemorimiz uylariga javob beramiz. Bemorimiz bizga Xorazm viloyatidan tashrif buyurganlar va o'zlarini hozir qanaqa his qilayotganlarini qisqacha sizlarga aytib beradi. Ovqat yeyishim qiyinlashib, bu yerga keldim. Mana operatsiyadan keyin yaxshi qilib chiqib ketyapman. Operatsiyadan oldin qiyin bo'ldi-da narsa o'tishi. Hozir qanaqa? Hozir yaxshi. Yaxshi. Yeyishim yaxshi. O'tdi bemor uchun qiynalmayapsiz. Yo'q. Operatsiyadan keyin qiynalish bo'lmadimi? Og'riq bo'lib, yotib? Yo'q. Unaqa bo'lmadi. Yaxshi. Yaxshi. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, murojaat qilinglar, albatta yordam beramiz.